baxt saodat tilaymiz. Bugungi betakror kechamizda albatta ana shunday oqshom egalari. Ozbegim qarang, juda ham go'zal oqshom. Bugungi betakror kechamizda mehmonlarni qarshi olishga tayyormiz. Va albatta Og'abekjon, Shabnamxon, sizlarga chin dildan baxt, saodat, ishonch tuyg'ularini tilab qolamiz. Bu hayotda kim oilasi baxtli etsalar, sizlarni ko'rsatsin. Kimni farzandlari Shirindan, Shakarahli Solih va Soliha o'g'il qizlar deganda sizning tug'ilajak farzandlaringizni ko'rsatishlarini joiz deb bilardik. Albatta Allohim bu paytlarga yetar yetmas bu ikkala yoshimizga biri-biridan Shirindan Shakar o'g'il qizlarni Alloh ota-onasi bo'lishi bularga Alloh nasib ro'za aylasin deymiz. Demak, ming bor aytgandan bir bora ko'rgan afzal. Barchani Charog'on restoraniga chorlaymiz. Albatta, bugun sizni xizmatingizda men Kamina Orzubegim Ashurova hamda hamkasbimiz ustozimiz albatta Uchqunjon Tursunovlar sizni xizmatingizda bo'lamiz. Kuzatishda davom qilamiz Uchqun akamni muxlislari. Demak, biz ham albatta chiroyli tarzda Orzubegim Ashurova bilan boshchilikda ajoyib so'z ustasi, xonanda va shoumenka bilan birgalikda davramizda davom ettiramiz.